Harvard Universitetining bir professori sinfga kirib darsni boshlabda o'quvchilarga mundaq bir savolni qo'yibdi. Bir gazgacha 5 xil metall do'koniga kiribdi va bu bir miqqanmoqchiga. Shuning bilan bu o'zining miqqanmoqchi bo'lganligini bir qo'lida mix tutib, bir qo'lda bolqon shaklini chiqarib, mandaq do'rabdi. Yaqilamagandan keyin. Endi bu do'kondan esi buni ko'rib, bu bolqanmoqchi o'xshaydi deb bolqidan birini epir tuqqan keyin 5-ni chayqab, manda qolatda man ko'z tuqqan keyin asli miqqalamting deb mixim ko'z tutdi ko'rgandan keyin deb epdi. Shular bu gazgachmi endi o'zi olmoqchi bo'lgan narsani ola olgandan keyin ham xo'shal oldi do'kondan chiqib ketibdi. Endi bu chiqib uzoq o'tmay bu do'konga endi bir qarg'u bir amadan bir kiribdi. Naq shu vaqtda bu professor gapini to'xtatib ko'pchilikdan so'rabdi. Unda daqiqalar bu ama qaysi usulni qo'llanib eng tez suratda o'zining qaychanmoqchi ekanligini, qaychanmoqchiga bu ifodalay oladi deb. Sizlar bir daqiqalar 3 sekund vaqt beray. 3 2 1. Men bayağı ifodalab qo'ydim shundami? O'quvchilarning birisimi shundaq javob beribdi. U faqat ikki barmog'ini chiqarib, Allohning kasga altida qaychin do'risi bo'ldi debdi. Nurg'un o'quvchilar buning qo'shilibdi. Lekin professor kulib ketib, bu javob xato. Bu qarg'u qaychilish uchun men qaychamoqchi deb so'zlisi bo'lmadimi debdi. Hammalar to'xtab qolibdi. Demak bu yerga gazgacha so'zlayolmaydi, anglayolmaydi. Biroq bu yerga bir ama kishi ko'z ko'mgan bilan og'zi gap qila oladi. Shunami? Uning o'ylab baqqanda bu ama kishi o'zi bir qochining ko'rib baqmagan bo'lsa, bu qochin do'risini o'zi ko'maydigan qandoq do'raydi buni. Shundami yo to'g'rimi xatomi? Endi bu gap qila olgan keyin kiriblar, men bir qoch aytmoqchidim desalar, bu do'konlar o'qidi qochidan beni epirdi degan gap. Tafakkurdagi bir usul, tafakkurdagi bir xato yo'lga kirib qilish. Odam tafakkurda xato yo'lga kirib qolsa, har qancha ko'p tirishchilik ko'rsatgan bilanmi, baribir beka. Tafakkur to'g'ri bo'lmasa, har qancha ko'p tirishchilikmi beka ketadi. Tafakkur bo'lgandalar chiqish yo'li bo'ladi. To'g'ri tafakkur hayot yo'lingizni yo'rtqichi nurli chiroqdir. U sizga nishonni aniq ko'rsatib turdi. Hayot yo'lingizdagi nurg'un agirdavollardan tuzilgan yaxshi utalaysiz deydi. Dunyodagi eng ulug' 50 xil tafakkurning ichidagi kirish so'zidagi ma'lum bir bo'lgi men tafakkurni. Endi bu dunyodagi eng ulug' 50 xil tafakkurning ichida ajoyib xaltis bilimlar bak nochi maktabchi haqiqatan o'qisa qayt o'qisa bo'ladigan o'quvchi keladigan shaxsan menmi bir umr o'qimaydigan kitoblarimning ichidagi birsi. Endi bu kitob bevosita yo'q. Shuning uchun men bu yerda ovozli qilib, hammalar bir anglayolsin deb ovozli qilib sizlarga sunib qo'ydim. Qodi kitob darsxonasida va ovozli nusxasi bevosita o'qib bergan to'liq ham yashmishi qitilib, hozir bir 5 qism yo'llab qo'ydim. Va bu kitobni yoqtirganlar ko'p chiqsa, avval ko'p chiqmasa, davomli keyindan haftada bir 5 qism yo 10 qismni qilib davomli tez suratda to'liqlab bu 50 xil tafakkur degan kitobni tamomlayapmiz. Bu kitob haqiqatan bahnoch kitob. Buni o'qib baqqanlar pengunchida bir maqtab qo'yinglar qani. Unda darsxonamizda ko'rishdik. Rahmat.